Jigarni qayta tiklash va faoliyatini yaxshilash uchun top 5 mahsulot. Birinchi mahsulotimiz ko'katlar. Ya'ni petrushka, brokoli, karam. Bu mahsulotlar jigarni toksinlardan tozalovchi xususiyatga ega va antioksidant xususiyati jigarni qayta tiklashga yordam beradi, yog'lardan tozalaydi. Ikkinchi mahsulotimiz sitrus mevalar, ya'ni apelsin, mandarin, greypfrut. Bu mahsulotlarda vitamin C juda ham ko'p bo'lganligi uchun jigar fermentlarini faollashtiradi va jigarni zararli yog'lardan, chiqindilardan tozalaydi. Uchinchi mahsulotimiz esa sarimsoq. Sarimsoqda selen va oltin yogurt ko'p bo'lganligi uchun bu jigar hujayralarini tiklaydi va jigarning tiklanishiga yordam beradi. To'rtinchi mahsulotimiz yashil choy va zaytun yog'i. Bularda katexin va antioksidantlar ko'p bo'lganligi uchun jigarni himoya qiladi va zararli moddalarni jigardan chiqishiga yordam beradi. Va oxirgi 5-chi eng kerakli mahsulotimiz, men bu mahsulotni o'zim har kuni iste'mol qilaman. Ya'ni 1 stakan iliq suvga, 350 ml suvga 1 choy qoshiq olma sirkasi va 1 chimdim koritsa, ya'ni dolchinni qo'shib har kuni iste'mol qilsangiz, jigarda muammolar, yog' bosishini oldini oladi. Chunki bu ichimlik qonda va jigarda insulin yig'ilinishini oldini oladi. Bu videoni yo'qotib qo'ymasligi uchun saqlab qolish tugmasini bosing va jigarida muammosi bor tanishlaringizga yuborib qo'ying.